Mana shunaqa bolalar bor bo'lsalar, bitta joyga bolalar bilan to'planib borasizlar, отчет berishni boshlab qoladi-yu. Yo'q, qanaqadir idorada ishlamaydi, haliginaqa konspekt qiladigan odam bo'lsa, sekretar bo'lib ishlamaydi yoki ota-onasiga emas, umuman akasi telefon qilsin, telefon qilish olmasa aytib qo'ying, o'ldi deb qo'ying, meni o'lib qopti deb qo'ying, qutulamayman. Ana shunaqa. Qiziga отчет beradi, qiziga. Shunaqa yomon ko'raman shunaqa bola. Mana shu bunday suv ichib o'tirib, suvga tiqilib qolsa, qo'liga suv ushatib bersan, nima ichib olgin, normalniy bo'lib ketadi, to'g'risi. O'tirib turib, menga qizim boshqa qizlar bilan rasmga tushib taqiqlaganda bolalar deydi. Sen kimsan? Sen bilan qizlar rasmga tushadi. Sen bir g'alatiroq baqlajonmisan sen? Yo quyosh botishimisan? Yo itni yabichni parodasimisan? Kim rasmga tushadi sen bilan? Ko'rganmisan o'zing sen mana shu qizingni chizig'idan chiqmasliging bo'yicha qaysidir davlatda bir afsonalar ham yursa kerak. Eng kami bitta ruboiy bor mana shu. Ozodlikdagi qul degan, to'g'risida bu. Uni qilmagan Peter Pan desangiz, yo bu sog'lom munosabatlar kim o'rgatgan, qaysi darsda o'rganib olgan sog'lom munosabat deyishdi bu.